yana sinoq bela ishlatibdi kelin. Kelin. Hoy kelin. Labbi oyi. Yoqqa keling, kelin. Mani yonimga o'ting. Nima yana oyi? Qizim, sizga har doim aytaman. Siniq belada choy quymang. Baraka uchadi. Ha bu odamni o't-butini tilvarishi mumkin og'zini. Ertalab ham o'g'lim ishga ketayotganda siniq belada berdingiz bolam. Men jahli chiqmasin o'g'limni deb indamadim. Voy nima bo'lardi shunday uchursangiz, oyi? Nuqul hamma qilgan ishimdan ayb topaverasiz. O'g'lingiz bilan men nuqul urushtirgis kelaveradi. Men yashamayman siz bilan, bo'ldi. Alohida olib chiqib ketsalar yashayman. Siz bilan yashashdan to'ydim. Qachon men ham erkin yashayman? Yashamayman, bo'ldi siz bilan. Bolam, voy bolam, to'xtang bolam. Men sizga yaxshi bo'lsin deb qiluvdim, jonim bolam, qayting. Shu o'tiribsizmi? Keldingmi? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Keldingiz Keldingiz ko'rinmaydi? voy bolam, ozgina chatoyish qilib qo'ydim de. Tishlimi nima bo'ldi? Anaqa sinoq belada choy ichmaylik bolam. Olib kirmang, yaxshi emas bu deb aytamansa, men noto'g'ri tushundi. Men unga yaxshi bo'lsin deb aytdim, xafa bo'lib ketib qoldi bolam. Ya uyiga ketdimi? Uyga ketdi. Onasiz endi to'g'ri aytgansiz. Haqiqatan ham siniq bela bo'lsa, baraka qochadi-da. Ha mayli, endi sal yoshlik qilganda xafa bo'lmang ona. Mayli, xijolat qilyapman. Xijolat bo'lmang, o'ziga qoladi, yoshda hali. Sovuqchilik tushib qo'ymang bolam. Onajonim, siz meni birinchi o'rindagi onamsiz. Bo'ldi, xijolat bo'lmang. O'zi esi-kesi keladi. Diqqat bo'lmang. Men jonim. bolalarni maktabdan olib kelay bo'lmasam, ha? Bo'pti ona. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, yaxshi bor bolam. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi Soyib, sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar, dadam yaxshimi? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Kiring kuyov bola uyga. Bolalar maktab deydi. Keyingi safar boyfircha kelib o'tirib ketaman. Mayli qani? Uyda edi. Hozir chaqiraman. Kuyov bola, uzr, ozgina qizim yoshliklik qilib qo'yibdi-da. Mayli. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Chaqira qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar maktabda bizni kutib turibdi. Olib tezroq uyga boraylik. Mayli, oyi. Kelamiz yana bir. Yur. Mayli qizim. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Kuyov bola, 1 minutga mumkinmi? Olaboy oyi. Kuyov bolam, shu qizim bechara hech qudam bilan chiqisha olmayapti-da. Shu alohida uy olib chiqib ketsanglar bo'lmaydimi? Qizingiz bechora-da. Mani onamchi? Mani onam bechora emasmi? Ana yaqinda uylaydigan o'g'lingiz bor-ku, o'sha o'g'lingizni uylaysizda, keyin alohida qilib chiqarib qo'yasiz. Onamning xizmatini qiladilar. Xo'p. Komila. Onam meni yoshligimdan tarbiyaladi, o'qib o'qtaradi. Onamni ham, seni ham yaxshi ko'raman. Bu degani seni deb onamdan voz kechib ketmayman hech qachon. Onamni xizmat qilishing, onamni hurmat qilishing, meni hurmat qilishing. Har safar ozgina bahona topib uyingga qochib kelaverasan, bolalarimizga bir salbiy ta'sir qilmasin deb urushmasdan kelib olib ketaman. Andishonning nomini qo'rqoq qo'ymaydi. Buni telefonimiz zaryati uzoqqa bormaydi bo'lib qoldi. To'ldiraman, tugab qolaveradi. Senga bo'lgan muhabbatimning zaryati ham tugab bormoqda. U muhabbat zaryatimni boshqa ayol bilan to'ldirishimga o'zing meni majbur qilmagin. Voy oyijon, assalomu alaykum. To'xtang, men o'zim qo'yib beraman. Oyijon. Voy, kelib qoldingizmi, jonim bolam? Keldim oyijon. Oyijon, meni kechiring. Endi hech ham meni urishganingizda ketib qolmayman. Doim yoningizda bo'laman. Voy, o'zim o'rgili. Qo'sha qaring, baxtli bo'ling jonim bolam. Rahmat. Yaxshi borib keling adasi. Mayli, sizlar ham yaxshi o'tiringlar. Adasi, muhabbatingiz zaryadkasi to'ldimi? Ha, muhabbatim sen bilan to'la. Ha, muhabbatim sen bilan to'la.